Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi sifatida bugun sizlarga Mari-Anri Beyl-Stendalning Qizil va qora romaniga tavsiyaviy sharh berib o'tmoqchiman. Ushbu asarni o'qir ekansiz, Fransiyada Napoleonning hokimiyati tugagandan keyin jamiyatda qanday o'zgarishlar bo'lganini, bu o'zgarishlar asarning asosiy qahramoni Julien Sorel hayotida qanday rol o'ynaganini bilib olasiz. Shuningdek, adib asarda tarixni shunchaki yoritmagan, balki unda ishq-muhabbat, odamiylik, e'tiqod va vijdon erkinligini ulug'lagan. Asarning bosh qahramoni Julien Sorel taxtdan ag'darilgan Napoleonning tarafdori bo'ladi. Buni asarni o'qish jarayonida qiyinchiliksiz his qilishingizga shubhamiz yo'q. Asar qahramoni jamiyatda qobiliyatiga munosib mavqeni egallash uchun turli yo'llardan foydalanadi. Hattoki o'zining o'ta ta'sirchanligi bilan ko'plab xatolarga yo'l qo'yadi. Fransiya jamiyatida mavjud bo'lgan qonun-qoidalardan qoniqmaydi. Adolatsizlik, erksizlikka qarshi kurash olib boradi. Lekin bu niyatlarini yashirib, o'zi tushgan muhitga tezda moslashib keta olish qobiliyati ham asarda mukammal tasvirlangan. Asarning kulminatsion nuqtasi Julien va de Renal xonim o'rtasidagi muhabbatdir. De Renal xonimga berilgan tarixni o'qir ekansiz, unga nisbatan mehringiz paydo bo'lishi, lekin muhabbati uchun qilgan ishlariga guvoh bo'lar ekansiz, undan nafratlanishingiz ham mumkin. Asarning Besansondagi seminariya talabalarining tarixlari berilgan boblarni o'qiyotganingizda qalbingizdagi yuksak fazilatlar, tuyg'ular jo'sh urishiga shubhamiz yo'q albatta. Adib Julienning Parijga Markiz de Liamol xonadoniga ishga o'tganidan keyingi hayotida yuz berayotgan hodisalar, u yerdagi muhit va turli qahramonlar orqali Parij aholisining tabiatini qisman bo'lsa-da ochib berishga uringaniga ham